Viloyat hokimligida viloyat hokimi Aziz Boboyev rahbarligida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlari ijrosini ta'minlashga bag'ishlangan navbatdagi muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda prezident farmon va qarorlarida belgilangan vazifalarning ijrosi atroflicha tahlil qilinib, ularni viloyat hududida samarali amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Xususan, hududda amalga oshirilishi rejalashtirilgan renovatsiya loyihalarining bugungi holati, qurilish ishlarining bosqichlari va ularni tizimli tashkil etish yuzasidan mas'ullar axborot berdi. Yig'ilishda shuningdek amalga oshirilayotgan qurilish va obodonlashtirish ishlarining borishi belgilangan rejalarning o'z vaqtida va sifatli bajarilishiga alohida e'tibor qaratildi. Bu borada mutasaddi tashkilotlar faoliyati tahlil qilinib, mavjud muammolarni bartaraf etish yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirildi. Invest kompaniyani biz ishlatishimiz kerak. Yangi hududimiz bor, renovatsiya hududi, o'sha bilan hozir kirishib ketadi. Yana bitta ishlarni qilmoqchi bo'lyapti. Shuni sizlar fikrlaringizdan chiqarishingiz kerak. Mana buni qilsa yaxshiroq bo'lardi, buni qilish noto'g'ri bo'ladi, buni minus tomoni bor, plus tomoni bor. Xato qilib qo'ymasligimiz kerak. Erta jinnamay turib, shu xato qilganini bilasizlar o'zlaringiz. Indamay turib olib, bir-birimizni kamchiligimizni tuzatib, o'rgatib, ko'rsatib, aka-uka bo'lib, mana shunday ishlashimiz kerak. O'shanda hamma narsa bo'ladi. Tadbirda Samarqand Invest kompaniyasi mutasaddilari ham ishtirok etib, viloyatda renovatsiya dasturi doirasida amalga oshiriladigan loyihalar, qurilish ishlarining bosqichlari haqida ularni samarali tashkil etish bo'yicha ma'lumot taqdim etdilar. Muhokama yakunida qarorda belgilangan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish, renovatsiya hududlaridagi ishlar samaradorligini oshirish hamda mas'ul tashkilotlar o'rtasida hamkorlikni yanada kuchaytirish yuzasidan tegishli mutasaddilarga aniq topshiriq va vazifalar berildi.